Alaykumlar, assalomu alaykum hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Qo'qonbo'y qishlog'ida joylashgan, Prom zonada joylashgan 15 sotikli noturar joyimiz ishlab chiqarish uchun tayyor bo'lgan seximiz sotiladi. Sizlarga shuni qisqacha video obzorni qilib beramiz. Video boshida shunaqa joy qidirib yurgan, katta ishlab chiqarish uchun tayyor joy qidirib yurgan tanishlaringga bu videoni tashlab qo'yishni iltimos qilamiz. Sizlar bilan qisqacha shu sotilayotgan turgan joyimizda obzorni ko'rib chiqamiz. Qani ketdik. Bu noturar joyimizga asosiy kirish. Bu joyda Qo'qonbo'y svetofor, bu joyda kirish yo'limiz mavjud va ro'parada Qo'qonbo'y mostdan tushib kelish. Bu joyda kirganimizda o'ng qo'l tarafga yurganimizda примерно 200 metr yurganimizda chap qo'l tarafda keladi. Mana yana bir bor ko'rsatib o'tamiz. Qo'qonbo'y svetoforga yetmasdan o'ng qo'lga ko'chaga yuramiz va Qo'qonbo'y mostdan tushish bilan sразу o'ng qo'lga yurganimizda ro'paradan o'ng qo'l tarafga yurganimizda примерно 200 metrdan keyin chap qo'l tarafda keladi. Bu tayyor ishlab turgan seximiz. Endi ichkarilarini, videolarni ko'rsatib o'tamiz. Bu joyimiz. Joyni eslatib o'tamiz. Bu ro'parada Qo'qonbo'y mostdan tushganda xolodilnik oldidan kirib kelish joyidagi joylashgan tayyor seximiz. Bu joyda bitta xonamiz bor. Yonimizda soy o'tgan va tashqari tarafdan ham joyda kattagina joyimiz mavjud. Примерно 2 sotik atrofida va bu tarafni penoblok bilan yopib, tevasini naves qilsalaring, bu joy ham tayyor ombor sklad holatiga keladi. Bu kirish darvozaxona qismimiz. Kirganimizda chap qo'l tarafda bitta xonamiz mavjud va seximizni ko'rinish hovli qismi. Bu kirgandagi xonamizni ko'rsatib o'tamiz. Bu darvozaxonadan kirganimizda kattagina xonamiz. Bu joyni albatta qorovulxona sifatida foydalansa ham bo'ladi. Bu tashqari ko'rinishlar. Bu ro'parada hozirgi kunda paypoq ishlab chiqarish seximiz ish faoliyatini olib bormoqda. Bu ro'parada kattagina paypoq ishlab chiqarish seximiz mavjud va seximizning orqa tarafidan ham bitta xonamiz mavjud. Va bu ishlab chiqarish seximizning oldida bitta ro'parada bu kirish qismimiz. Kirganimizda kattagina sklad. Balandligiga keladigan bo'lsak, umumiy balandligi 6 metr deb aytishyapti. Albatta tayyor texnikalari bilan olaman degan mijozlarimiz uchun bu sochiq ishlab chiqarish apparati bo'ladi yoki bu texnikasiz olsalaring ham bo'ladi. Bu joyni tayyor kattagina sex, burchakda bitta xonamiz mavjud. Kattagina tayyor seximiz. Bu joyni har qanday maqsadda, har qanday turdagi ishlab chiqarish uchun mo'ljallangan joy. Buni xohlasalaring paypoq sex, xohlasalaring xohlagan sex yoki bir xohlasalaring sklad sifatida foydalansalaring ham bo'ladi. Endi bu joydan albatta fura bemalol sig'adi, fura kamazimiz sig'adi. Bu joyda kirish bu joydan chiqish qilsa bo'ladi. Bemalol ichkariga kirib, yuklarni bu joydan kirib tushirib, bemalol chiqib ketish holatiga ega. Albatta balandligi poldan to tomgacha 6 metr balandligida joylashgan. Endi joyimizni boshqa taraflarini ham ko'rsatib o'tamiz. Bu xonamizning kiraverishi bu tarafda umumiy tahoratxona, sovuq suv sharoitlari bilan polojna bu joyda murskoy, jenskiy hojatxonamiz joylashgan va ro'para joyimizda upakovka xonasi, tayyor mahsulotlarimizni upakovka qiladigan xonamiz mavjud. Bu joyga kirganimizda kattagina mahsulotlarni qadoqlash xonamiz mavjud. Balandliklar o'ziga xos. Bu joyda apparatlarimiz mavjud. Kattagina, kengina etiketka qilish xonasi va keyingi xonalarni ko'rsatib o'tamiz. Hovlidan endi bu yoqda eslatib o'tib paypoq sex, tayyor ishlab turgan sex. Bu joydan koridordan kirganda tayyor kotyollar qo'yishgan.
eslatib o'tamiz, bu joyda gaz, suv, svetda muammo yo'q albatta. Eslatib o'tamiz, bu joyda mana tayyor bitta tugmani bossa ishlaydigan kotellarimiz mavjud. Barcha sharoitga ega. Yo'limizdan chiqqanda endi bu tarafdagi binolarni ko'rsatib o'tamiz. Bu joyda buni ishchilar dam olish xonasi yoki shu ishlab chiqaruvchini o'zi oilasi bilan kelib yashashlik sharoiti bor. Bu joyda tayyor oshxonamiz. Barcha qulayliklarga, barcha sharoitlarga ega tayyor oshxonamiz mavjud. Oshxonamiz oldida uzungina koridor va bu joyda bitta kattagina zalimiz mavjud. Televizorlar mavjud. Bu zalimizga kirish tashqaridan ham, sexni ichidan ham va tashqari ko'cha tarafdan ham kirishimiz mavjud. Bu uzun koridorimiz. Bu koridorimizdan kirganda chap qo'l tarafda bitta bu joyda bitta xonamiz mavjud. Buni bolalar xonasi yoki bir boshqa xona qilsa bo'ladi va bu xonamiz oldida umumiy barcha qulayliklarga ega, barcha sharoitlarga ega sanuzelimiz mavjud. Ro'parada bitta kattagina yana bitta xonamiz mavjud. Bu joyni yotoqxona sifatida foydalansa ham bo'ladi. Bu joyda ham umumiy barcha qulayliklarga ega sanuzelimiz mavjud. Bu joyni sotib olib ishlab chiqarishni yuritgan insonlar ofis sifatida foydalansa ham bo'ladi. O'z oilalarini olib kelib bu joyda yashasa ham bo'ladi. Полный паровой отопление, gazlari mavjud. Endi sizlar bilan ishchilar oshxonasi va yonidagi xonalar bilan tanishtirib o'tamiz. Bu joyimiz ishchilar oshxonasi, barcha qulayliklarga ega oshxona. Bu joyda kladovka ombor mavjud. Oziq-ovqat mahsulotlarini saqlashlik uchun tayyor oshxona va hovlimizning tashqi ko'rinishlari. Bu skladimiz umumiy 6 sotik yer maydoniga qurilgan sklad, tayyor bitgan 6 sotik joyni egallagan skladimiz. Albatta bu joyimizni narx-navosiga keladigan bo'lsak, tayyor biznes qilaman degan insonlar uchun kelib realniy ko'zlaring bilan ko'rgan holda albatta narx-navolarni kelishamiz. Narx-navolari kelishilgan holda pryamoy bizga muloqotga chiqib, biz bilan bog'lanib kelib realniy ko'zlaring bilan ko'rsalaring, shaxsan egalarni o'zi bilan bog'lab beramiz va egalarni o'zlari bilan kelishib, dogovorini qilib, kelishilgan narxlarda xarid qilishlaring mumkin. Do'stlar, bizni kuzatishda davom etinglar. Hali bundan ko'p obzorlar qilib berishga harakat qilamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar.